Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Acarız, Washington'da sözdeyimiz. Bugün Çizlağaş Kemen 22 yıl 5. ayın 4. günü. Bugünkü vaziyetin gap aytsak, General Cowley'ni Amerika Qo'shma Shtatları Prezidenti Joe Biden Yevropada turishda harbiy qismlarning qo'mondoni qilib tayinladi. Undan keyin 5. ayning 9. kuni Vladimir Putin intayin eg'ir bir safarbarlik buyrug'i e'lon qiladi deyildi. Undan keyin hammadan muhimi yoki hammani biz tushadigan vaziyat shu bo'ldiki, hozir Xi Jinping degan odamning isbotiga va yozmasiga qaraganda dollar ko'rsatkichida o'zgarish bo'ldi. Ya'ni dollarning kuchi yuqori ko'tarildi. Xi Jinping shunday dediki, dollarning kuchi o'rlaydigan bo'lsa, yer sharida intayin zo'r o'zgarish yuz berdi. Biz bugun shularni davr qilgan holda vatandoshlarga leksiya so'zlaymiz. Mavzu bundoq. 100 ming kishilik Amerika armiyasi qo'mondoni yangi tayinlangan Yevropa turishliq armiyaning qo'mondoni o'tirg'i chiqdi. Mavzuli xabar 5. ayning 3. kuni erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerikaning Yevropa turishliq harbiy ishlar qatlamida zo'r o'zgarish hosil qilindi. Amerika Davlat Mudofaa ministri Lloyd Austin 5. ayning 3. kuni bundoq e'lon qildi. Hozir Yevropada va Afrika turishliq Amerika quruqliq armiyasi qo'mondoni Cowley'ni Prezident Joe Biden Yevropa turishliq Amerika armiyasiga qo'mondon qilib tayinladi. General Cowley Yevropa turishliq 100 ming kishilik armiyaga qo'mondonlik qildi. CNN xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan keyin Amerikaning Yevropa turishliq qo'mondonligining Ukraina armiyasiga transport ishlarida yordam berib qolmay, Yevropa harbiy ishlar qo'mondonligi, ya'ni Ukrainaga askar tarbiyalab berish vazifasini ot urishga to'g'ri keldi. Cowley Amerikaning Yevropa turishliq askariy qismlariga qo'mondon bo'lib tayinlangandan keyin umumiy 100 ming kishilik harbiy qo'shinga qo'mondon bo'ladi. Cowley rus tilini yaxshi so'zlaydi. Shtab boshliqlari ishxonasida Rossiya ishlari mudiri bo'lib ishlagan. Afg'onistonda vazifa ijro qilgan. Qo'riqliqda urush qilish tajribasiga ega. Rossiya Ukraina urushiga har xil sabablar bilan taqobil turishga to'g'ri keldi. Undan boshqa NATOning bayonotchisi Ona Longovisko Twitterda mundoq dalilladi. Shimoliy Atlantik okeani harbiy ahli tashkiloti, ya'ni NATOning doimiy komiteti Cowley'ni Yevropa turishliq ittifoqdoshlar armiyasining harbiy ishlar qo'mondoni qilib tayinlaganligini dalilladi. 3 xil ahvol yuz berdi. Yana bir xabar vatandosh. 100 ming kishilik Amerika armiyasi balki Ukrainaga kirib urushga qatnashadi. Mavzuli xabar 5. ayning 3. kuni Vanbetor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. 5. ayning 1. kuni Capitol Hill gazeti bundoq xabar qildi. Amerika Avam palatasi a'zosi Yadang Jenshinga inglizcha yo'q yoki yaponchasi yo'q, shunday qism ekan, men shuni eliverdim vatandoshlar. Qaror loyiha o'tirg'i qo'yib, Prezident Joe Bidenga harbiy kuchlarni ishlatish haqqi berishini talab qildi. Voy, ko'ringlar, ishlatish huquqi berishini talab qildi. Kechiringlar vatandoshlar.
Prezident Joe Biden'a harbiy kuchlarni ishlatish huquqi berishini talab qildi. Ukraina bioximiya qurollari urushi yoki yadro qurollari urush yuz bergan chog'da Ukrainada Amerika askar chiqarib, Ukrainani urushga qatnashib, Ukrainani qo'g'dishi kerak. Qonun loyihasida o'xshashla mundaq talab qilindi. Amerika cho'qim urushga qatnashishi kerak. Bo'lganda Amerika buningga tayyorlik qilib qo'yishi lozim. Buning uchun Prezident Joe Biden qurolli qismlarni ishlatish huquqiga ega bo'lishi kerak. Davomini anglashlar, hurmatli vatandoshlar.